Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Washington Post agentligining harbiy analitik Emil Kastahelmiga tayanib ma'lum qilishicha, Kiyevdagi bosh shtab va Zelenskiy Pokrovsk mudofaasida Baxmut va Avdeevkadagi xatoni takrorladi. Bu ham bo'lsa qo'shinga Pokrovskni Rossiyaga hech qanday holatda ham topshirmaslik buyrug'i sanaladi. Washington Postning harbiy analitiki Emil Kastahelmiga ko'ra, ilgari Kiyevdagi bosh shtab Baxmut va Avdeevkani mudofaasida ham qurshovda qolgan armiyani chekinishiga buyruq bermay, ularni oxirgi vakiligacha kirilib ketishiga sabab bo'lgan edi. Va Emil Kastahelmini bildirishicha, Kiyev bu safar ham xuddi shu ssenariyni takrorlamoqda. Washington Post'ni yana bir harbiy analitiki Michael Kaufmanga ko'ra esa, Pokrovskni Rossiyaga topshirilishi frontdagi vaziyatni Kiyev uchun salbiy tomonga o'zgartirmaydi. Ammo agar qurshovdagi qo'shin chekinmaydigan bo'lsa, u holda Ukraina o'z armiyasini juda yirik qismidan ham mahrum bo'lishi mumkin. Negaki o'q otish to'xtatilmasa va armiya chekinmasa, Rossiya tabiiyki ularni barchasini Baxmut va Avdeevkadagi kabi kirib tashlashi aniq. Washington Post'ning harbiy analitiklaridan biri Michael Kaufmanning maslahatiga ko'ra, Kiyevdagi bosh shtab mudofaadagi qo'shinga yashin tezligida yangi hududga chekinishga buyruq berish kerak. Ana shunda Ukraina keyingi jang uchun o'z armiyasini saqlab qolgan bo'ladi va Pokrovskning Rossiya tomonidan qo'lga olinishi jangni borishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Boisi Rossiya Pokrovsk bilan cheklanmaydi. Bu fakt va Kiyevga yangi hududlar himoyasi uchun armiya hamisha kerak bo'ladi. Bu Washington Post agentligining harbiy analitiklari tomonidan Pokrovskdagi vaziyatga berilgan izoh edi. Eshitmaganlar uchun eslatma, Ukraina Oliy Radasi deputati Artyom Dmitruk 7-noyabr kuni Union agentligiga bergan intervyusida Vladimir Zelenskiyni Pokrovskdagi mag'lubiyatdan keyin hokimiyat tepasidan olib tashlanishini ma'lum qilgan. Oliy Rada deputati Artyom Dmitrukni bildirishicha, G'arbdagi tinchlik tarafdorlari Zelenskiy hukumatda qolsa, urushni hech qachon tugatmasligini tushunib yetdi va ular Pokrovskdagi yirik, shuningdek sharmandali mag'lubiyatdan keyin Zelenskiyni hukumatdan haydashga kirishadi. Sababi Ukrainaga Zelenskiydan boshqa kishi rahbar etib tayinlansa, u Putin bilan muzokarada ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi. Zelenskiyda esa uning o'zini qarori bilan bunday imkoniyat yo'q. Ukraina Oliy Radasi deputati Artyom Dmitrukning yakuniy xulosasiga ko'ra, Zelenskiyning hokimiyat tepasidagi kunlari xuddi Pokrovskni Ukraina nazoratidagi kunlari kabi juda oz qoldi. Bu gapga esa tushungan tushundi. Endi frontdagi vaziyatga aloqador xabarlarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Riya agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib ma'lum qilishicha, Ukrainaning barcha frontlardagi 7-noyabrgacha bo'lgan bir kunlik yo'qotishlar 1250 nafar askarni tashkil qiladi va Rossiya havo mudofaa tizimlari 7-noyabrga o'tar kechasi Ukrainaning 12 ta samolyot tipidagi dronini urib tushirdi. Riya agentligining urg'u berishicha, Rossiya armiyasining g'arb va markaz bo'linmalari 7-noyabr kuni Aleksandrovsk, Gulyay va Arexova yo'nalishlaridagi Ukraina armiyasini asosiy nazorat nuqtalarini qo'lga oldi. Bu degani Zaporojye yo'nalishida ham Rossiya nazorati o'rnatildi degan gapdir. Endi Qo'shma Shtatlar Vakillar palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi'ni Kongressdan butunlay ketishiga Donald Trampning izohini eshitamiz. Fox News agentligining xabar berishicha, 7-noyabr kuni Donald Trump Oq uyda muxbirlar bilan press konferensiyada Nancy Pelosi'ni Kongressdan ketishiga o'zgacha izoh bergan. Trumpga ko'ra, Nancy Pelosi amerikalik siyosatchi ayollar ichida eng yovuzi sanaladi va uni ketishi Qo'shma Shtatlarda bayram sifatida nishonlanishi kerak. Eslatib o'tamiz, Nancy Pelosi Biden bilan birgalikda Ukraina urushi boshlangan paytda Kiyev uchun Amerika iqtisodiyotini qurbon qildi. Shuningdek, u Qo'shma Shtatlarda inflyatsiya darajasini so'nggi 40 yil ichida eng yuqori darajaga ko'tarilgan bir paytda Italiyaning Forte dei Marmi shahrida bir marta tushlik qilish uchun $150 ovqat buyurtma qilib dam oldi va Trump bu ma'lumotdan xabardor ekani sababli Nancy Pelosi'ni ketishini Qo'shma Shtatlar uchun bayram deya e'lon qildi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.